Assalomu alaykum barcha mo'min musulmonlarga. Bugun juma kuni. Avvalambor hammalaringni juma oqshomi bilan, juma ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. 30-yanvar kuni Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekistonda O'zbekiston bo'lishiga o'ta ham katta hissasini qo'shgan bobomizni tug'ilgan kunlari o'zlari oramizda bo'lmasa ham bir xotirlab qo'yay dedim. Alloh rahmatga olgan bo'lsin. Juda ham bir yaxshi inson bo'lganlar. Shu insonni davrida davron surib, mana O'zbekistonimiz barpo bo'lishiga, bizani shu kunga yetib kelishimizga juda ham bir katta hissasini qo'shgan inson. O'zlari o'tib ketgan bo'lsa ham bir eslab qo'yay dedim. U hokimiyatga kelmadi. Uni o'zi yaratdi. Boy oiladan chiqmadi, tayyor yo'l qidirmadi, o'z yo'lini o'zi ochdi. Yoshlik oddiy, orzular katta. Orzulari esa millatning orzulariga aylandi. Imperiya qulardi, tizim parchalanardi, u esa millatni ko'tardi. Mustaqillik bu uning uchun shior emas edi, bu zarurat edi. U hokim emas, muhandis edi. Davlatni xaritada emas, onda chizdi. Poydevorni beton bilan emas, iroda bilan quydi. U so'z bilan emas, qaror bilan gapirdi. Qo'rquv ustidan kuch qurdi, vaqt ustidan tizim qurdi. U bilan bayroq balandlashdi, u bilan davlat mustahkamlandi, u bilan millat o'zini tanidi. Qonunlar qattiq bo'ldi chunki zamon yumshoq emas edi. Har bir qaror sharoitga javob edi. 25 yil vaqt emas, bu avlodlarning ongiga yozilgan kod edi. U kodni u yozdi. Qon bilan, vaqt bilan, iroda bilan. U ketdi, lekin u yozgan kod ishlashda davom etmoqda. Maydonlar, bayroqlar, qonunlar ular gapirmaydi, lekin seziladi.